Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Maxim Gorkidagi xoladan olgan xurmoyimni yeb ko'ramiz. Nimaga imенно buni obzor qilayotganimni oxirida aytaman. Obязательно oxirigacha ham ko'ringlar. Mana shunaqa xurmolarni oldim. Bismillahirrohmanirrohim. Xola aytdilarki, shokoladni xola dedim. Menimcha faqat o'zbekistonliklar bilsa kerak, shokoladni xurmo, hech qayerda menimcha shokoladni xurmo desa tushunmasa kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Shokoladni desam, hammasi qizim shokoladni. O'qiysanmi, ishlaysanmi, nima qilasan? Anaqa mana bir kun studentlar aldab ketish, student qizlar mendan olishdi, lekin pul to'lashmadi, kartaga o'tkazaman deb o'tkazishmabdi dedilar-da. Qarang, shunaqa sof insonlar, shunday mayli roziman, ularga ham endi student deb qo'ydilar. Yo'q, xola, unaqa bo'lmaydi dedim. To'lab ketdik-da. Narxi kilosi 20 ming ekan. Vau, qaranglar. Xullas o'sha xoladan olgim keldi, rosa ham nimagadir ham kechki bozor edi. Aytdilarki, "Olib ket, qizim, shuni olib ketgan, zo'r xurmo dedilar. Точнami xolatsan, точно dedilar. Keyin hammasi shokoladni chiqardim, hammasi shokoladni chiqardim. Mana hozir atay ikki xil har xildan olib ko'rdim-da. Hammasi realni shokoladni qarang. Aldamasdan sotibdilar xola, barakasini bersin, iloyim, ishlari yurishib ketsin. Anaqa yomon gapirish anaqa emas, tishlari qo'yilmagan ekan, menimcha endi qiyasattiryaptilarmi shunaqa deb. Lekin yoshlarga qaramasdan o'tirib sotyaptilar-da. O'shaning uchun kech bo'lsa ham men ola qolay dedim-da, oldim. Yana boshqa bir ikkita meva ham oldim. Keyin aytayaptilar, kulib gapiryaptilar, shunaqa g'alati bo'ldim-da. Endi ko'p-katta ayol, to'g'ri bularni ishlari o'zlari qolib qoladi, lekin mana shunaqalardan olgim keladi meni. Sizlarda qanaqa bilmadim. Maxim Gorkidagi xoladan olinglar.